Assalomu alaykum, China Motors YouTube obunachilarim. Hozir sizlarga Jack X200 furgon modelimizni 50% rasroshkasi va olish tartiblari va boshqa usullar haqida batafsil ma'lumot beraman. Demak, Jack X200 furgon modelimiz 2 atmosferli motor bo'ladi, benzin tanlamaydi. Demak, furgon orqamiz uchi 10 bo'ladi, toza, balandligi 180 tonnada yoki kubda hisoblasak 10 kub, tonnada hisoblasak 2 tonnani bemalol ko'tara oladi. Yon tomonda ham o'z ko'rib turganingizdek qo'shimcha eshiklari bor. Bemalol o'sha tovaringizni xavfsiz va beshikaz yetkazishingiz mumkin. Undan tashqari orqada ham eshigimiz bor. Orqalarimiz qo'sh balon rusor bo'ladi. Katta va og'ir yuklarni bemalol qiynalmasdan torta oladi. Demak, salonimizga 3 kishi bemalol sig'sa bo'ladi. Motorimiz любой benzinda yuradi. 80 umuman eng arzon benzinlarda ham bemalol qiynalmasdan harakatlanadi. Demak, furgonimiz hozirda sotuvda tayyor. Aynan shu modelimizda hozir rasroshka ham ketmoqda. Rasroshka tartibiga keladigan bo'lsak, boshlang'ich 50% to'laysiz, qolganini 1 yilga foizsiz, penyasiz o'zingiz nomingizga rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Yo'q aka, menda uncha pul yo'q, 50% chiqmaydi desangiz, boshlang'ich 25% bilan kredit qilib olsangiz ham bo'ladi. 25% примерно 75-78 million atrofida bo'ladi. Qolganini 1 yildan 5 yilgacha kredit qilib, kredit foizi 18% dan 23% gacha oladigan yilingizga va to'laydigan summangizga qarab kreditning foizi chiqadi. Qancha ko'p to'lov qilsangiz, ya'ni shuncha kreditning foizi kam bo'ladi. Undan tashqari, aynan shu modelimizda chegirma ham ketmoqda, ya'ni 17 million so'mlik chegirma. U qanaqa qilib amal qiladi desangiz, demak, hozirgi buni tan narxiga keladigan bo'lsak, 275 million 520 ming so'm. Aynan shu furgonimizdan, ya'ni X200 furgon modelimizning tan narxi. Agar siz 100% naqd yoki pritsiyenda yoki kredit qilib olsangiz, aynan shu modelimiz 17 million so'm chegirmada olishingiz mumkin. Ya'ni 255 million 720 ming so'm bo'ladi. Bu faqat naqd, kredit yoki pritsiyenaga amal qiladi. Rasroshkada o'sha o'zini tan narxida rasroshka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 275 million 520 ming so'mga. Undan tashqari bu mashinani nimalarga ishlatsak bo'ladi deganlar uchun bemalol ref qo'ysangiz bo'ladi. Hamma joyi tayyorlangan, ya'ni polni sloylari qilingan, -5 gacha shu holatida javob beriladi. Refni qayerdan qanday qo'yamiz desangiz, u haqida informatsiyamiz bor. Xohlasangiz agar to'lov alohida to'lov bo'ladi, uni ham o'rnatib beramiz. Undan tashqari metan va servis xizmati ham o'zimizda bor. Mana ko'rib turganingizdek, zapchast va servis magazinimiz ham oldimizda, ya'ni salonimizning oldida. Manzilimiz o'sha China Motors Buxoro kiraverish darvozasi, Galosiyadan kiraverishda, shahar darvozasidan chiqaverishda. Barchangizni China Motors Buxoroda kutib qolamiz. Batafsil ma'lumot quyidagi nomerlarda.